Ketdik. Assalomu alaykum hurmatli video ma'ruza eshituvchilar. Mana sizlar bilan bugun zamonaviy buxgalteriya hisobi kursi qanaqa tarkibda tuzilishi haqida gaplashib o'tamiz. Zamonaviy buxgalteriya hisobi kursi bu asosan kichik korxonalar va xususiy biznesdagi ishlayotgan biznesmenlar uchun juda qulay hisoblanadi. Bu zamonaviy buxgalteriya hisobini hozirgi kunda O'zbekistonda bo'ladigan buxgalteriya hisobini umumiy tuzilishi haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu zamonaviy buxgalteriya hisobi kursi birinchi navbatda buxgalteriya hisobi nazariyasi kursidan boshlanadi. Buxgalteriya hisobi nazariyasi kursi asosan buxgalteriya hisobining maqsadi, vazifalari, buxgalteriya hisobining asos bo'ladigan me'yor hujjatlari hamda bugungi kundagi amalda bo'lgan shartlar rejasi va shartlar rejasi asosida tuziladigan ikki yog'li yozuv asosida yuritiladigan hamda buxgalteriya balansi tuzilishi, buxgalteriya balansi tarkibi, turlari haqida hamda buxgalteriyada yuz beradigan xo'jalik operatsiyalarida bo'ladigan hujjatlashtirish, dastlabki hujjatlar, yig'ma hujjatlar va tasdiq hujjatlar qanday hujjatlashtirish o'tiladi va korxonaning mol mulklarini inventarizatsiya qilish qoidalari haqida gaplashamiz va ushbu ma'lumotlar asosida moliyaviy hisobot tuzilishi, ya'ni moliyaviy hisobot elementlari haqida gaplashiladi. Xo'p, ikkinchi blokda moliyaviy hisob nomlanadi. Moliyaviy hisobda bugungi kundagi buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida asosiy vositalar qanaqa yuritiladi, asosiy vositalar qanaqa kirim qilinadi, asosiy vositalar qayta baholanish qanaqa bo'ladi, iskir soliq usullari qanaqa va korxonada asosiy vositalarni hisobdan chiqarish, hisobdan chiqarish bir nechta usullar orqali asosiy vositalarni va yuritiladi va birgalikda nomoddiy aktivlar ham yuritilishi amalda qo'llaniladi. Bularning barchasi amaliy ma'lumotlar asosida buxgalteriya protokollari bilan milliy standartlar asosida yuritilishi kuzatib o'tiladi. Xo'p, keyingisi tovar modda zaxiralari hisobi. Asosan korxonalar eng ko'p ishlatiladigan narsasi tovar modda zaxiralari bo'ladi. Bular asosan 4 ta blokka bo'linadi. Birinchisi materiallar. Materiallar hisobi qanaqa yuritiladi? Materiallar qanaqa tushkunlar bo'linadi? Va keyin yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulot, ishlab chiqarish, tayyor mahsulotlar hammasi tovar modda zaxiralari hisobida ko'rib chiqiladi. Undan keyin shart hisobi ham bugungi kunda O'zbekistondagi bo'ladigan me'yorli hujjatlar asosida shart qanaqa hisoblanadi, ular qanaqa ishlamalar ushlab qolinadi, razryad nima, shart hisoblash prinsiplari nima, bugungi kunda eng kam qanaqa hisoblanadi, hammasi haqida buxgalteriya protokollari, buxgalteriya ma'lumotlar beriladi. Keyin investitsiyalar hisobi. Bugungi kunda xususiy korxonalar juda tashkil etilishi avj olib bormoqda. Shuning uchun har bir korxonaning egasi investitsiya qanaqa kiritadi va investitsiya hisobi qanday yuritilishi haqida ma'lumot beriladi va majburiyatlar hisobi. Majburiyatlar hisobini ikki turga bo'lganda orqaga o'rganiladi: uzoq muddatli va joriy majburiyatlar. Bular majburiyatlar mol yetkazib beruvchilardan qarzdorlik bo'lishi mumkin, soliqdan qarz bo'lishi mumkin va boshqa korxonalardan majburiyatlar vujudga kelishi mumkin. Ular qanaqa hisobga olinadi va ular o'z vaqt hisobga olish jarayonlari, muddat o'tgandan keyin nima qilinadi, hammasi haqida ma'lumot beriladi. Va moliyaviy hisobda yana moliyaviy hisob bo'ladi. Bu moliyaviy hisobot korxonada moliya buxgalteriya milliy standartlar asosida bo'ladigan operatsiyalarni moliyaviy hisobotning shakllarida tuzishda ko'ramiz. Ya'ni buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar, pul-oqma hisobot, kapital hisobot tuzilishi kelib chiqiladi. Bu asosan standartlar kichik korxonalar uchun mo'ljallangan standartlar ko'rib chiqiladi va boshqaruv hisobi bo'ladi. Boshqaruv hisobida asosan korxonada bo'ladigan ishlab chiqarish xarajatlari, tanlov kalkulyatsiya qilish, byudjetlashtirish va boshqa ko'p kabi ma'lumotlar qilinadi. Bunda birinchi navbatda ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish, ishlab chiqarish xarajatlariga nimalar kiradi, tanlov qanday bo'lishga keladi, hammasi haqida ma'lumotlar berib boriladi va uni kalkulyatsiyasi chiqiladi. Keyin yordam ishlab chiqarish xarajatlarini, ular qanday taqsimlanadi, mahsulot tanlovi qanday o'tkaziladi va qanday hisobdan chiqariladi, o'sha haqida yoritib beriladi va umum ishlab chiqarish xarajatlari ham ular nima, qanday tarkiblangan bo'ladi, uni o'zgarmas xarajat qanaqa hisobga olinadi, hammasi haqida ma'lumotlar berib boriladi va mahsulot tanlovlarini hisoblashda zamonaviy metodlar va xalqaro metodlarni o'zaro qiyosiy tahlili ham ko'rib chiqiladi va oxirgi tovarlar, ko'proq savdo bilan shug'ullanish korxonalarida tovarlarga ustama belgilash va tovarlarni sotish haqida ma'lumotlar berib boriladi. Hop, soliq hisobi blokimiz keyingi soliq hisobi korxona tomonidan tuziladigan avvalo yagona soliq hisobi qancha va qancha to'lanadi. Buni biz elektron soliq soliq.uz hisobot.uz sayt orqali to'lab va uni hisobotga yuritishini ko'rsatib beramiz.
va ish haqida shularning daromad soliqi va ularning hisobotlar qanaqa tuziladi, ularni ham soliq.uz sayti orqali hisob kitob qilishini ko'rsatib beramiz va qo'shma qiymat solig'i qanaqa hisobga olinadi va uni qanaqa shakllantiriladi, ya'ni zachot qilinadi degan narsalarni o'sha qo'shma qiymat solig'ini to'lab va o'shandan chiqqan ma'lumot asosida moliya hisobotlarni tuzishni amalga oshiramiz va undan tashqari korxona mol soliqlari to'lanadi, yer solig'i va boshqa korxonalarga bog'liq bo'lgan soliqlarni to'lash va ularni hisobotlarni yuritishni ham qisman yoritib beramiz. Buxgalter hisobi avvalo nazariyasini biz e'tibor beradigan bo'lsak, buxgalter hisobi nazariyasi asosan 6 ta mavzudan iborat bo'ladi. Bu 6 ta mavzu degani 2 hafta davomida o'rganish kerak bo'ladi. Ya'ni 2 haftada biz nimani o'rganishimiz kerak? Avvalo buxgalter hisobi to'g'risida qonun qachon qabul qilingan deysa, moddadan iborat. Ya'ni qonundagi ichidagi har bir moddaning sharhini biz dars davomida muhokama qilib o'rganamiz. Va undan tashqari buxgalter hisobi to'g'risida me'yoriy hujjatlar, milliy standartlar qanaqa ko'rinishdagi qachon tasdiqlangan, bundan tashqari buxgalter hisobida yuritiladigan shirklar rejasi va uni yod olish qoidalari, yo'llari haqida batafsil ma'lumot berib boramiz. Va bugungi kunda barcha buxgalter yozuvlar 2 yoqli yozuvchi yuritilishi ham buxgalter provodkalar deyiladi. Provodkalar asosida amalga oshirib boramiz. Xo'p, shu bilan biz birinchi darsimizni boshlaymiz. Bu bizning darsimiz buxgalter hisobining maqsadi, vazifalari va metodlar nomlanadi. Buning uchun buxgalter hisobi maqsadi nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Buxgalter hisobining maqsadi bo'lib foydalanuvchilarga to'g'ri, ishonarli va o'z vaqtida korxona haqida axborotni yetkazib berish hisoblanadi. Foydalanuvchilar kimlar degan savol tug'iladi. Foydalanuvchilar ikkita blokka bo'lamiz, ya'ni ikkita turga bo'lamiz. Birinchisi ichki foydalanuvchilar, ikkinchisi tashqi foydalanuvchilar bo'ladi. Ichki foydalanuvchilar bu korxona ichida ishlaydigan menejerlar, marketing bo'limi rahbari, xodimlar bo'ladigan bo'lsa, tashqi foydalanuvchilar soliqchilar, auditorlar, investorlar, kerak bo'lsa o'sha tashqi davlat organlari ham tashqi foydalanuvchi sifatida tan olinadi. Buxgalter hisobining vazifasi o'sha maqsaddan kelib chiqadi. Vazifasi bu qonun asosida 3 ta vazifa belgilangan. Birinchi navbatda buxgalter hisobida korxonaning buxgalteriyasidagi aktivlar, majburiyatlar va kapitalning pulda foydalangan bahosini aks ettirish va ularning doimiy ravishda shakllanib borishini o'z vaqtida aks ettirishga aytiladi. Ikkinchi vazifasi korxonaning samaradorligini boshqarishda barcha ma'lumotlar umumlashtirish tushuniladi. Va uchinchi vazifasi korxonaning moliyaviy hisob va soliq hisobotlarini o'z vaqtida to'liq topshirish va o'sha hisobotlarni to'ldirish va topshirish nazarda tutiladi. Xo'p, endi buxgalter hisobi bugungi kunda bir qancha metodlar va prinsiplari bor. Prinsiplar deganda bu qoidalar. Buxgalter hisobini yuritishda o'zining yarasha qoida bor. Bu qoidalar buxgalter hisobida qonunda belgilangan. Qonun doirasida hozirgi kunda 3 ta qoida bo'lgan. Birinchisi bu uzluksiz, ikkinchisi ishonchlilik va oxirgisi o'sha hamma ma'lumotlarni bir yalpi tarzda yuritish tushuniladi. O'zi buxgalter hisobi deganda nima tushuniladi? Buxgalter hisobi korxonadagi barcha xo'jalik operatsiyalarining ma'lumotlarini uzluksiz, yalpi va o'z vaqtida hisobga olish tushuniladi. Xo'p, metodlarga keladigan bo'lsak, bugungi buxgalter hisobining 8 ta metodi bor. Birinchi metodi biz hujjatlashtirish metodi. Hujjatlashtirish har bir xo'jalik operatsiyalar hujjat asosida rasmiylashtirish shart. Bu hujjat bo'lmasa hech qanday buxgalter asoslari amalga oshirib bo'lmaydi. Xo'p, ikkinchisi bu inventarlash. Har bir olingan mulklar operatsiyani birinchi inventarisi qilinadi. Ya'ni o'sha hujjat asosida to'g'ri qabul qilinyaptimi yo'qmi? O'sha son, o'sha miqdor, o'sha narxlar tekshirib ko'riladi. Bu nazoratning bir turi. Uchinchisi bir ikki shartlarni aks ettirish. Shartlar rejasida aks ettirish. Bu qilingan operatsiyalar qaysi shartlar rejasiga pulga tushadi? Uzoq muddatli, joriy muddatli, shuni aks ettiradi. Va keyingisi ikki yoqlama yozuv. Ikki yoqlama yozuv buxgalteriya provodkasi deyiladi va o'sha qilingan operatsiyalar buxgalteriya hisobida ikki yoqlama yozuv asosida aks ettirish kerak bo'ladi. Keyingisi baholash.
barcha qilingan operatsiyalar O'zbekiston milliy valyutasi hisobida baholanishi shart. Keyingisi kalkulyatsiya. Baholangandan keyin har bir qilayotgan ishlarimizni biz doimiy ravishda kalkulyatsiya qilib borishimiz tushuniladi. Va keyingisi har bir operatsiyalar bizda buxgalteriya balansda kiritiladi. Balans aks ettirish. Va oxirgisi moliya hisobotlar. Mana shu metodlar orqali buxgalteriya hisobi amalga oshiriladi. Bular doimiy ravishda doira shaklida aylanib qaytariluvchi operatsiyalar hisoblanadi.